Bismillahirrohmanirrohim. Mana boshqatdan boshlaymiz. Ha, bor. Endi mana jinga o'tdi. Yo'q, qachon pivodan gaplashamiz? Odam ichiga kiradimi, deyapti. Menimcha kirmaydi, deyapti. Desam aytyaptiki, dalilni qarang. Nima kirmaydi? Jin bor-ku, deyapti. Ha, Alloh. Shu dalil shunga to'g'ri tushadimi? Xotining bormi? U ham bor. U ham mening ishimga Ha, kirmaydi. xotiningni ham gapir. Xotinim bordi. Diniy idoradagi suhbatni omonat ekanligini aytib turibdi. Qarshidagi suhbatdosh omonat deb turibdi. Uni tarqatyapti. Voy, omonat edi bu desa, Voy, diniy idorani telefonda ochib diniy idorani gapini omonat bo'lmaydi. Omonat bo'lmaydi. U gapiryapti, yetkazinglar deb. Siz suhbatni qaytadan eshitib ko'rishingiz mumkinki, diniy idora vakili menga aslo bu so'zlarimni sizga omonat deb aytmadi. Uchinchidan, Alloh "Ey, nimaga yozib olyapsiz?" dedi. Desa, "Yozib olyapman" dedi. "Haqqing yo'q" dedi. Desa, "Yo'q, hujjatingiz bormi?" deding sen. "Ha, omonat degan narsa bor" dedi. Shu omonat bo'ladi. Hadis sharifda ishora qilsa omonat bo'ladi. Ikki tomonga qarab qo'ysa omonat bo'ladi. Bo'ldi. Aytish shart emas, omonat bu gapim deyish shart emas. Va buni pivoga nima aloqasi bor? Ha? Bayrak mana pivoga nima aloqasi bor? Va sen belgi nimani Ibrohimni nima qilgani gaplarni odamlarga yetkazgani chiqdingmi? Uni nima deb qo'yadi? Taftish qilgani chiqdingmi aytayotganda? Bu yerda pivo nimasi bayram degani nima bo'ldi? Nimaga odamlarni shuna cho'chqaga o'xshatib ichirdi? Mana boshimizda turgan tog'ut. Nimaga mana domlalar shuni qaytarmadi? Men yana aytaman. Domlalarning vazifasi qaytarish edi. Borib shuni to'xtatish kerak. O'shanda xiyonat qildi u. Qochib kirgan joyga, chiqqan joyga kirishga harakat qilib qolishdi. Mana bu xiyonat. Sizlar mana bu nimada mana bu ko't tarafini olayotganlar aytinglar shu gapimni to'g'ri deb. Sizlar meni mana gapimga mana bu to'g'ri deb tushunganlar. Shunga ham bir o'zingizlarning fikringizni bildirib qo'yinglarchi. Bo'lmasa bu endi 3 harf bunda nima yo'qda aytyapman, hani gandon bu. Gandon qilib ishlatishdi buni mana hozir. Bu boshqa domlar bunaqa yolg'onni bunchalik gapira olmasdi. Mana shu gandonniki shu bitta shu yerlarda mana ishlatishdi. Endi irg'itishvoradi buni. Hadis sharifda ikki tomonga qarab qo'ysa bo'ldi, omonat bo'ladi o'sha gap. Ko'ryapsizmi o'tib ketishini? O'tib ketish bu bunda bo'lyapti. Sendan pivani so'rasam, bularni islom qoidalariga umuman amal qilishi yo'q bularni. Bularda mas'uliyat hissi yo'q. Anu Jakuy ibn Tezak chiqib gapirdi bir. Mana men so'kovuraman. Nimaga so'kaman bilasanlarmi? Chunki menda javob berish mas'uliyati yo'q. Ya'ni o'lgandan keyin tirilmayman men. Javob bermayman chunki. Xohlaganimni so'kaman, xohlaganimni haqorat qilaman degan. Xuddi shunaqa bularniki. Va ikkilardachi rostdan ham haqiqatda bilgisi kelgan odamlar bo'lsa, hozir buni nimada bir necha mingga tarqadi shu nimada. YouTube nima? Mana topolmay qolyapman, nima kuyib ketgandan. Videoni ko'rishdi. Kamida 5-6 ming odam ko'rdi. Endi shularda ichkilarda vijdoniylar bo'lsa, bu aytayapti. Men jakoyatda men Xudoga ishonmayman, mas'uliyatman, so'kaman, bunaqa qilaman deb gapiryapti. Ichkilarda aytib shunga savol beringlarchi. Qani shuni ko'rsatib beringchi, Abrorjon. Siz shu haqni gapirasiz. Bir haqni gapirganingizni bir marta isbotlab bering deychi. Bu o'zi o'shanda javob beradimi? Endi bu ko'r muridlar. Ko'r muridlar va sen ko't muridlar desa ham bo'ladi, mana shunga o'xshagan için. Endi ustozing shunga javob bera oladimi? Javob bera olmaydi. Endi sizlar mana bu xolis odamlar, hech bo'lmasa sizlar shuni bir qarab qo'yinglar, ha? Hech bo'lmasa sizlar. Hali bor ekan, u nimada 15 minutga ko'rsa, keyin mana u kameraga tushmay qolyapti, mana menda apparaturalar yo'q-da. Qani shuni sizlardan iltimos. Mana ko'p muridlarning bittasi buni aytmaydi. Mana sizlar, mana ular aytinglarchi, bir 5-10 taylar bir xotirasiga yozinglarchi, Abror. O'shani ko'rsatib bergin,
o'sha oqsoqolni borib biz betiga tupuraylik. Mana turibdi-yu deb aytinglar. Buni yolg'onchiligi shunda bilinib turadi. Lekin bu aytyapman, haligi bu rezinka endi nima qilamiz? Darajada bir masalani ochiq harom qilgan bo'lsa, yana bir masalani ochiq halol qilgan bo'lsa, bu narsa ustida omonat degan narsa bo'ladimi? Ya'ni gapni qarang. Alloh taolo bir narsani ochiq halol qilgan bo'lsa, bir narsani ochiq harom qilgan bo'lsa, bu narsani ustida omonat degan narsa bo'ladimi deyapti. Senga omonat deb aytilgandan keyin halol bo'ladimi? Aytayotgan masalasi siyosiy masala bo'ladimi, iqtisodiy masalami? Omonat bo'ladi u. Bo'ldi, yopiladi buni. Eshitdir, bo'pti. Aytgandan keyin senga bir tovoq bo'xti olib kelib turib, mana palov desa yeysanmi? Ha? Eshak. Bu olib kelgan narsang bo'g' ekanim deysan. Bu o'sha bu omonat degan gap omonat emas. U omonat uyingda bo'ladi. Ko'chada bo'ladi. U idorada o'tiribdi, musulmonlar idorasi. Fatvo beradigan. U yerdan chiqqan har bir gap butun O'zbekistonga yayilish kerak. U yerda omonat bo'ladigan gap gapirilmaydi. Mana odamlar aytib qo'ydilar. O'shada omonat bo'lsa, hech kimga aytma deydigan. Ya po'yib gapirasanmi, hech kimga gapirma desa. Haligi bir nima debdi-da, poshsho bittasini dasa daralatibdi. Va nimaga daralatdingiz desa, bitta sirni aytib, hech kimga aytma desam, aytib qo'yibdi deb. Ha, bo'lmasa sizni savalash kerak ekanda birinchi degan ekan. Bu sirni nimaga aytdingiz deyapti. Ha, shuni singari omonat gap bo'lsa, omonat. Ve u omonatni nima sen minbardan turib gapiryapsan? Masalan, bir odam huzuringizga keldida sizga savol berdi. Zino halolmi, harommi? Albatta zino haromdir, lekin bu narsa sizga omonat deysizmi? Yo'q, unaqa demayapti-ku. Piva harom. Piva harom deyapti. Bizni suhbatimizni tarqatma deyapti. Suhbatimiz omonat deyapti. Sen undan zino halolmi, harommi deb so'rasang, bir odamdan u senga harom desa, zino harom desa, senga keyin senga u aytsa-ki, mana shu gapimni tarqatma boshqa joyda. Boshqa odamdan so'ra. Men senga fiqhini aytdim, lekin meni aytdi dema. Desa. Qanaqa ahmoqsan, meni aytdi dema. Aytma. Meni aytdi dema. Demak, o'sha meni aytdi demay deganingiz, demak sen yolg'on gapirayotgansan. Seni gaping ziyonli gap ekan. Senga foyda keltirmaydigan. U sen o'shada kazzoblik qilib bir gapni gapirding. Keyin buni birovga aytma deding. Agar seni og'zingdan chiqqan gap bir nima ma'nosi bo'lganda bir bunday yo bo'lmasa o'sha narsa kimgadir foydali bo'lganda ayt derding. Iflos. Qabor. Haromni bekitgan bo'lmaydi bu yerda. Senga harommi, harom ekanligini aytgan bo'ladi. Faqat meni gapimni tarqatma degan. Chunki ijtimoiy sabablari bor orqasida. Ijtimoiy sabablari javob berayotgan odam mas'ul. Sababi o'sha gapini ona nimalar eshitib qolsa tevadaylar. Sen iflos, sen shuni harom debsan, buni halol deyishing kerak edi deb turib, o'sha yerda haydab yuboradi. O'shaning uchun gapirmayapti. His qiladigan qozi emas u. Ya'ni mas'uliyat his qilib gapiradi bu gapni. Qozi bo'lmasligi mumkin. Ertaga sen nimaga bunga bu gapni gapirding desa, men masalani aytdim deb qutulishi mumkin, lekin nimaga aytasan bunga? Bu mana bu masala uchun so'rayapti deb narigini jinoyatiga yo'l ochib qo'ygan bo'lishi mumkin. Shuning uchun aytma deshga haqqi bor. Dalillarni ko'ryapsizmi, qanaqa aylantiradi? Bunaqa javob berish joizmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, innal halala bayyinun va innal haroma bayyinun. Shariatimizda halol ochiq qilindi, harom ham ochiq qilindi. Dalillar ahvolini qarang. Nima buni aloqasi bor buni? Halol ochiq oydin bo'ldi, harom ochiq oydin bo'ldi degan gap bu hadis bu. Omonat degani harom tarqatish degani. Payg'ambar alayhissalatu vassalom harom ochiq oydin bo'ldi deganlarida omonatni tarqatish harom deyaptilar. Ochiq oydin bu. Senga unaqa deyotgan yo'q. Ochiq aniq bo'ldi. Nima yolg'on ham bunday aytganda nima deydim? Ochiq bo'ldi. Harom ham halol ham deyapti.
o'sha gapirgan gapi harom edi, uni halol deb o'tkazmoqchi bo'luvdi. O'shani uchun tashvish qilyapti. Gapirgan gapi halol bo'lsa, o'sha halol deb gapirgan bo'lsa uni nima qo'qadi unga? O'sha orqasida alayhi nima degandek, sen ham ashid mahalda Sherali aytdi, bor dedi, nimaga borasan dedi. Haligi tekshiradiganlar. Senikini monda o'lchab ko'radi, nimasini tiqib. Agar ko'tosang dedi, o 5-6 sm bo'ladi. Bo'lmasa 1 sm bo'ladi. Keyin haligi senga 1 sm bo'ladigandan keyin tuhmat qilgan bo'laman. Sen meni turmaga qamatib yuborasan, dedi, aytmading. Demak, u yoq 5 sm urib ketar ekan. Endi ana omonat ana senga. Nima uchun ashunga javob bermading? Sababi bu yaqin chataq edi. Shuni singari uni ham bir tomoni chataq uchun aytmaganman. Buni yashiradigan yoki tushunarsiz bo'lib qoladigan narsasi yo'q buni. Omonat harom, ochiq oydin bu. Xo'p, bo'pti. Omonat harom. Ibrohim noto'g'ri ish qildi. Buni mana pivaga nima aloqasi bor? Ey Xudo urgan pivaga. Piva bayram bo'ldi. Bu yerga biz Ibrohimni nima qilaylik, muhokama qilaylik demayapmiz. Senga savol. Mo pivadan bo'lgan ish shuncha 150 mingta odamni o'shiga to'plabdi. Cho'chqaday ichiribdi. Yosh qizlar yalang'och, yarim yalang'och yurishibdi. Shunaqa cho'chqaga o'xshab qisvorib ham yo'qqa. Keyin odamlarni buni nima deyapti? Reklama bu narsa. Bu harom ishni qilyatuvding, shuni domlalar nima uchun qaytarmadi? Javob berish degan. Endi ular sen gandonni berib qutulib ketishdi. Sen bo'lsa gandon yeychi qolasan. Deyaptilar. Endi buni dalil keltirib tarqatsam bo'laveradi dedi. Unda qanaqa omonat qoladi? Odamlar bir-biriga omonatni aytsa, bu halol-ku, Alloh taolo ochiq oydin qilgan-ku, tarqataverasanmi? Qanaqa to'xtatiladi? Omonatni qanaqa qilib saqlanadi unda? Unda Allohning aytganda nima bo'laveradi? Bir narsani ochiq qilgandan keyin bu narsa omonat deb turib bekitilmaydi, subhanalloh. Qayerda bor shu qoida? Qayerda bor? Qoidaning ahvolini qarang. Alloh taolo bir narsani ochiq oydin qilgandan keyin uni omonat deb berkitilmaydi, deyapti. Nimaga berkitilmaydi? Men senga bitta sanku, sen bilan yuzma-yuz gaplashadigan odam emassan-da, bir o'rtog'imga bir halol narsani gapirsam yoki gap arzimaysan-da. Kaltaydiga qochganing esingdan chiqdimi? Afsuski, hozir nimamda shu yo'g'akanda ashuni ko'rsatib qo'yardim iplosda. Qanaqa qanchiqaligi, qanchiqni bu narsa bilan o'xshab g'irg'ishib qochadi, ashunaqa qochganing bor edi. Bir harom narsani gapirsam va aytsamki, bu omonat, meni aytdi dema, meni gapimni tashqariga chiqarma. Masalani bilib qo'y desa, u borib o'sha gapni hammaga aytib yurishligi xiyonat bo'ladi. Munofiqning alomati bo'ladi. Munofiqda 3 ta alomat bor. Iza tumina xona, 3-inchisi. Omonat topshirilsa xiyonat qiladi. Sen bo'lmasa, ashu domlaning gapini keltir. Domla mana undaqa dedi. Bu omonat dedi. Endi shu omonat orqali mana bu gap uchun bu odamga mana bu zarar tegib qoldi deb ko'rsatchi. Bundan keyin aytyapman, bu yerda piva to'g'risida gap ketyapti. Demak, men hech qanaqa omonatga xiyonat qilmadim. Ana hujjatni endi xulosasini qarang. Demak, hech qanaqa omonatga xiyonat qilmadim, deyapti. Ko'rdingiz-a? Omonatga xiyonat qilganini ham oqlay oladi. Mana shularni saroy mulla deyiladi. Mana shularni dinfurush deyiladi. Dindan foydalanib, hujjat to'g'ri kelmasa ham, matnga mavzu bog'lanmasa ham, o'zicha yarim yalamoq arabcha ikkita matnni o'qiydi-da, orqasidan ma'no aytayotganda, demak men xiyonat qilmadim. To'g'ri, yana tugab qopti, endi keyingisiga o'tamiz.